Qadrli do'stlar, demak sizlar bilan bugun qanaqa qilib biz Windowsda, ya'ni brauzerlarimizda toolbarlarni o'chirishni o'rganamiz. Ya'ni men hozirgina bitta programma uстановка qilgandim. Afsuski Mozilla Firefox'im mana bu holga kelib qoldi. Ya'ni Google'lar yo'qolib ketdi, prosta toolbar uстановка bo'lib qoldi. Ko'pchilikda bunaqa narsa bo'lgan bo'lsa kerak. Bu xoh Wabletda toolbar bo'lsin, masalan, Webalte hozir yozaman. Webalte.ru ko'pchilikda mana bunaqa yo'q bo'lmas ekan. Ko'pchilikda ishqilib mana bunaqa toolbarlar saytdan uстановка bo'lib qoladi programmalarda, ya'ni bilmasdan uстановка qilib beramiz. Google Chrome'da ham bu narsa bo'lishi mumkin, hattoki hozir menda qanaqadir qotishlar ham bo'lyapti. Demak, Google Chrome'da uстановка bo'lmabti, bu yaxshi. Masalan, brauzerimizga toolbar tushib qoldi. Qanday qilib udalить qilsa bo'ladi bu narsani? Buni yo'li juda ham oson. Albatta qiyin yo'llari ham bor. Bugun sizlar bilan oson yo'lini o'tamiz va keyingi gal qanaqa qilib agar chin udalить bo'lmasa qanday qilib udalить qilishni o'rgataman. Demak, bizga kerak bo'ladigan programma videoning tagida bo'ladi ushbu ssilka. Atiga 2 megabaytni tashkil etadi. Demak, ko'rib turganingizdek, mana bunaqa yoqimsiz bir holda turibdi menda. Demak, mana shu faylga kiramiz. Так, skachat. Рабочий stolga skachat qilib olaman. Рабочий stol. Demak, skachat qilib oldim. Endi skachat bo'lgandan keyin mishka yon tarafini bosib извлечение fayl qilamiz. Извлечение fayl. Извлечение fayl qilganimizdan so'ng mana bu programma ichidan ochiladi. Demak, mishka yon tarafini bosib запустить от имени администратора bosamiz. Va barcha brauzerlarni yopib qo'yamiz, ochiq brauzerlarni. Endi bu yerdan tekshiramiz. Demak, mana bu Explorer internet anosi brauzeri. Bu Firefox Mozilla. Bu esa Google Chrome. Bu esa Общий. Demak, birinchi Общийdan udalить qilib tashlaymiz hammasini. Udalить. Так. Удалена успешно. Удалить. Удалена и удалить yana. Albatta aytib o'taman, ko'pchilik programmistlarning ishi yurishmagandan keyin mana shunaqa bir toolbarlar ochib, odamlarni joniga tegishadi. Ya'ni har qanday bir programmalarga uстановка qilishadi-da, keyin biz majbur bo'lamiz kirib, ularni saytini tekshirib yoki bironta bir oddiy bir zombiga aylanamiz desak ham bo'ladi. Ya'ni ularning qullariga. Demak, bizda hozir bo'ldi deyapti. Nafsiyak случайga yana bir hamma programmaga bosib сброс настройкаga bosamiz. Ya'ni eski настройкаga qaytarishga. Успешно. Mozilla успешно. Google Chrome успешно. Endi panel управления kiramiz. Удалена programma. Va bu yerdan tekshirib ko'ramiz. Bing bar, удалить. Bing bar bu ham musor programmalarning bittasi. Ya'ni qanaqa desam ekan, Google ham bo'la olmaydi bu narsalar, Yandex ham bo'la olmaydi, chunki poiskovoy juda slabый o'sha uchun bizga kerak narsalar bu yerda yo'q. Tak, endi yana qaysilar bor bu yerda? Menimcha tugadi. Demak, tugadi. Endi har bitta brauzerimizga kirib ko'ramiz. Mozilla Firefox. Ana ko'rib turganlaringdek tozagina hozirgina tug'ilgandek yangi Firefox paydo bo'ldi. Endi Explorer. Afsuski Explorer
Bing kompaniyasi, ya'ni Microsoft kompaniyasini o'ziniki bo'lgani uchun Windows 10 bilan bilasizlar birga установить bo'ladi. Demak, bu ham официальный holiga qaytdi, ya'ni Microsoft poiskovой anosiga. Главный bizda ishlatadigan programmalarimiz yo'q bo'lsa bo'ldi. Buni ham ko'ryapsiz. Chiroyli bir o'ziga qaytdi. Aytib o'taman, agarda siz ham mana shunaqa bir chiroyli qilmoqchi bo'lsangiz, brauzeringizni albatta bizni videolarimizni tekshirib ko'ring. U yoqda qanday qilib Google Chrome temasini o'zgartirishni aytilgan. Demak, bizda hozir qanaqa qilib virusni to'lbirlarni o'chirib tashlashni o'rgandik bugungi video urug'imizda. Albatta video urug'larimizni kuzatib boring. Keyingi video urug'larda uchrashguncha xayr.